Yahudiy savdogarlari Markaziy Osiyo xonliklari iqtisodida qanday o'rin egallagan? Falastindagi voqealardan keyin Yahudiylarning dunyo iqtisodi va siyosatdagi o'rni haqida ko'p gapirila boshlandi. Har bir mamlakatda ularning o'z lobbilariga ega ekanligi yana bir bor namoyon bo'ldi. Bu ularning tarixan pul ko'p aylanuvchi sohalarni egallagani bilan tushuntiriladi. O'zbekiston tarixida ham Yahudiylar o'z o'rniga ega edi. Masalan, 19-20 asrlarda Turkiston iqtisodiyotining katta qismini aynan ular nazorat qilgan va ruslar kelgach, Yahudiylarning roli yanada kuchayib ketgan. Xususan, ruslar o'lkada mavjud bo'lgan Yahudiylar harakatini cheklovchi zimmiy tizimini bekor qilgan. Mintaqa va Rossiya o'rtasidagi savdo munosabatlari deyarli to'liq buxorolik Yahudiylar qo'liga o'tgan. Misol uchun, Azodom banki Samarqand bo'limining eng yirik mijozlari Yahudiy aka-uka Boruxovlar va Issaxarovlar savdo uyi edi. Bu oilalar qanchalik katta boylikka ega bo'lganini quyidagi faktdan bilish mumkin. Rossiya imperiyasidagi eng yirik Rus Osiyo bankining Samarqand filiali 1915-yilda 39 000 rubl sof foyda olgan. 1913-yilda Yahudiy Boruxovlarning butun Turkiston bo'ylab 199 000 rubllik mol-mulki ro'yxatga olingan. Qo'qonda buxorolik Yahudiylar Vadyayevlarning moliyaviy oligarxiyasi shakllangan. Bundan tashqari, Kalantarov kabi Yahudiy biznesmenlar paxta, g'alla, javdar va yog'-moy sanoatini nazorat qilgan. Shu ma'noda aytish mumkinki, ruslar Turkistonni Yahudiylar ekspansiyasidan saqlab qolmagan, aksincha ularga yordam berib, homiylik qilgan. Biroq Markaziy Osiyo, xususan Buxoro Yahudiylarini hozirgi zamondan kelib chiqib, Isroil Yahudiylari bilan aralashtirmaslik kerak. Bugungi Isroil elitasi Sharqiy Yevropalik Ashkenaz Yahudiylardan tashkil topgan. Markaziy Osiyo, Buxoro Yahudiylari esa Mizrahim Yahudiylari hisoblanadi. Ularning farqlari haqida keyingi videoda gaplashamiz.